Hop, kaptarlarni bugun sizlarga obzor qilib beraman. Pullar ko'payib qoldi. Mana chiqyapti, ko'ryapsizmi? Mana. Bak, pishi chotki chiqyapti pullar. Ko'z tegmasin. Вообще tiniq. Kaptarxonaga e'tibor bermaymiz. Kaptarxona ancha remont qilingani yo'q. Bitta remont qilib olaman, keyin o'zim bolachalar nima bo'lyapti? Pullar. Bitta nima bu ahvol? Bir donadan bermalarini to'xtatib olishim mumkin. Voy, ikkita. Yaxshi malade. Qo'yganlari. Top qo'ygan. Вообще красота chiqyapti shular. İşte piskon ko'p bermayapti. Pullar yaxshi. Kuzgacha ko'payib qolamiz, xudo xolasa. Mana qaranglar, вообще. Deylar mana shular bo'ladi. Tushiga ham hamma yo'g'i zo'r. Sifat ham вообще oliy navli. Eng oliysi Dubay liniya, Dubaydan kelgan bular. Mana ko'ryapsizmi? Royallariga ham dam berib oladi bular. Balani ikkita berilar endi shishaklar. Bitta bersang, donni kamroq yeysanlar. Shunaqa qo'qitib qo'ymasalar ham bo'lmaydi bular. Bu piskullar chiqqan. Вообще красота. Bo'ynilari ham urib qo'yapti arada. Shu qonida kobra shay bormi bilmayman. Вообще dahshat bular. Xohlasa kuzgacha yig'moqchiman bir 15-20 ta bo'lib qolsa. Hozircha 5 tami piskun, 2 par katta bor, shu 2 par bor olib qo'yganman. Mana shundan ko'paytiryapman. Mana shularni ballarini ko'paytirib olsa, xudo xohlasa bir-biridan zo'rlari bo'ladi. Like bosib, podpiska bosib qo'ysalaring. Har kuni harakat qilaman qo'yib borishga, kaptarxonani ham bitta remont qilib olish kerak. Xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Piskunlar katta bo'lib qoldi.